alaykum. Saroy Optim kanalidan ashaddiy obunachilar. Obunachilar, xudo xolasi qo'zi qo'chqorlarni yaxshidan olib kelamiz. Yemini yeb turgan. Xudo xolasi narx-navosi ham bozordan 500 ming, 400 ming xudo xolasi chiroyli qilib arzon qilib beramiz. Like deb bosib, kanalga obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasi narxi yengil bo'ladi. 24 soat aloqadamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 800 dan ham qo'zi qo'chqorlar bor dedingizmi? 4,5 milliondan zo'r qo'zi qo'chqorlar bor. Joningiz omon bo'lsin. Qani akalar, videoni boshlaymiz. Bismillah. Akramjon aka, bularning soni nechta dona? Soni 34 ta. 34 dona, 34 bosh. Xudo xolasi akalar, hammamizga, bizni kuzatayotgan hamma obunachimizga ilohim akalar, hammamizni qo'ramizda shunaqa yirik qo'chqorlardan bo'lsin. Xudo xolasi. Yeb ishlar sinovdan o'tdimi aka bularni? O'tdi, behijolat yana 10 kun bir hafta sinov olishaveradi. Uylariga borgandan keyin 10 kun bir hafta sinov olishaveradi, ha, inshaalloh. Jonivor qaranglar. Badan ham ko'ring. Mana aka. Mana uni ham qaranglar aka. Ular odamdan qo'rqmas ekan, ha aka. Xotirjam. Dalani qo'ymayman. Qochib ketinglar. Dalani qo'yma, shunga bayavoy boqib olmaydi. Bayavoy yemini yeb turgan xudo xolasi, ha aka. Bayavoy yemini yeb. Mashalloh. Uzunligini. Baholasa jonivorlarni yeb ichlari sinovdan o'tgan ekan. Uylaringga borgandan keyin akalar bir hafta 10 kun sinov olavergansizlar xudo xolasa. Mana akalar tepadan ko'rinishlarni ham bir ko'ringlar jonivorlar. Hammasi toni chiroyli xudo xolasa. Yaxshi variantlaridan. Inshaalloh akalar. Shu jonivorlar qaranglar. Badani ham semiz ekan, aka. Jonivorlar qaranglar akalar. Qo'chqor so'ragan aka-ukalarimiz bormi Saroy Optim kanalida xudo xolasa? Qo'chqorlarning elitasi kelgan inshaalloh akalar. Kashtan deysizmi, zotga deysizmi, hammasidan bor xudo xolasa. Badani ham bo'lmasa, mana shuni kiloga qo'yib ko'rdik. Aha. 70 kilo chiqyapti. 70 kilo. 70 kilo. Jonivorlar. Aka bitta ushab turib, ana ishini ko'rsatib qo'yaylik. Obunachilarimizga realni qilib. Mana akalar hali shakka o'tmagan qo'zi xudo xolasa. Bo'lmasa ham 85 yuqori chiqaraman. Metrlar o'lchab ketamizmi sirali? Mana. Mana akalar. Olib ko'rsatamiz xudo xolasa. Mana akalar yerga tegdi. Xudo xolasa mana akalar. 85. Bo'lmasa ham sakina qo'ylaman. Xudo xolasa zotga ham, qurvonlik qaboqchilarga ham tavsiya qiladigan variantidan xudo xolasa akalar. Jonivorlar yurishini qaranglar akalar. Ko'rib ko'z quvnaydi akalar xudo xolasa. Qo'chqor so'ragan ko'kalarimizga qurvonlikqa, zotga tavsiya beriladigan variantidan xudo xolasa akalar. Jonivorlar qaranglar akalar. Hammasi chiroyli. Xudo xolasa hammasi kidoma variantidan inshaalloh akalar. Hammamizga akalar nasib qilsin. Yemini ichmasa bir 4 oy 5 oydan beri yeyotgan ekanda. 4 oy 5 oydan beri. 5 oydan beri. 2 oy 3 oy boqishari o'zi Tayyor, ha, xudo xolasa. Xudo xolasa qurvonlikka boqishmaydi-da buni. Qurvonlikqa xotirjam tayyor bo'lar ekan, ha, inshaalloh aka. Qurvonlikqa zo'r bo'laryapti mana shu qo'ylar. Ha, ko'ryapsiz, bayroq qo'zi ham bir 4 million, 3,5 million bo'lyapti. To'ppa-to'g'ri. Bayroq qo'zilar ham shunaqa bo'lyapti. Bu 1 milliondan yemgacha ham bunaqa qo'y bo'lmaydi ular. To'ppa-to'g'ri, xudo xolasa akalar. Jonivorlarda sifat simmati ham hamma joyi kelishgan joyida. Xudo xolasa akalar. Aloqaga chiqaverasiz, soni xudo xolasa 34 bosh. Jonivorlar qaranglar akalar. Bu odamni vaqtini olmaydigan qo'ysa, nimagaki? Ko'rib maza qiladigan variantida. Qo'zini olib, ancha boqib yurgandan buni olishadi. 3 oy boqishadi bo'ldi, foyda ko'rishadi. Xudo xolasa 3-4 oy boqishadi. Chiroyli boqsa bo'ldi. Joningiz. Badani quruqmi? Badani Dumbalar ham kema variantidan olib, oqovochlari ham kelishgan. Uzunligi ham ahamiyatli ko'rsin, nima? Uzunligi. Jonivor. Uzunligini ham o'lchab ketamizmi aka? Mana akalar. Salkam 90. Bo'yni ham o'lchaymizmi? Bo'yni ham o'lchab qo'yaylik. Endi hammasini o'lchagani vaqtimiz yetmaydi. Bo'y bas, xudo qolib, bu ham chiqoldi. Mana akalar 85 plus. Jonivor qaranglar. O'ta yuvosh, xudo xolasa. Kattaligi mana, shuni oraga ketayina o'zi bunlar. O'ziga tali. Qo'yma. Aka bo'yingiz necha? Bo'yim 170. 170 xudo xolasa. Akamizni yarimdan kelyapti jonivorlar. Sen o'zi bilmasda, o'zi qo'y. Orasidan ko'rinadi. Jonivorlar qaranglar akalar. Ko'rib ko'z qo'naydigan variantidan akalar. Xudo xolasa soni 34 bosh aka.
34 bosh xudo xolasa jonivor. O'ta chiroyli holatda turishibdi akalar. Xudo xolasa ko'rgan vaqtlaringga achinmaydigan variantidan akalar inshaalloh. Akalar kanalda yangi bo'lsalaring sizlardan iltimos qilamiz. Bittadan like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysalaring, shunaqa sifatli, puli imkon qadar arzonlaridan qidirayotgan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa akalar. Jonivorlar qator turishini qaranglar akalar. Yemijarlar xudo xolasa sinovdan o'tdimi aka? Sinovdan tomon yeyapti. Kepak arpani yeyapti. Kepak arpasini, sulos hashagini yeyapti. Yeyapti. Xolasa umuman o'ylamaydi endi akalar buni. Ular ichida yemaydigan bo'lmaydi. Yemasa bunchalik bo'lmaydi aka. Yemaydigan ozg'in bo'ladi. U sizni badani ozg'inmi? Joningiz omon bo'lsin. Bog'lar qaranglar akalar. Hammasini aksariyat qulog'i butun aka bularni. 5-6 tasi yeni bo'lmasa qolgan hammasi qulog'i butun. Men nazar tashlarim akalar 5-6 tasida ozgina yem bor ekan. Ini bor ekan, xudo xolasa akalar. Qolganlarini hammasini qulog'i oshi butun. Mana jonivorlar qaranglar akalar. Mana bizda bitta, ikkitasida bor ekan. 5-6 tasida bor ekanda, ayna. Ha, 5-6 tasi bor. Dastakasini qayerga qilamiz endi aka buni? Dastakasi hammasini olishsa, O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga hammasini olishsa. Beramiz, ha. 5 ta, 10 ta olishsa Toshkentgacha, endi 10 tadan ko'p olishsa Samarqandgacha ham qilib beramiz. 10 tadan ko'proq olishsa Samarqandgacha dastakasi ichida. Ichida. Mana akalar Qo'chqor so'ragan, Samarqanddan, Xorazmdan kuzatadigan akalarimiz bor, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. 10 tadan Ikkitaga umuman o'ylanishmasin. bitta ikkitaga umuman o'ylanishmasin. Bitta ikkitaga dastakasi qayergacha endi aka? Dastakasi vodiy bo'ylabda. Vodiy bo'ylab bitta ikkitaga. Ha, vodiy bo'ylab qilamiz. 3-4 ta olishsa Toshkentgacha boraveradi, xudo xolasa. Toshkentgacha Bitta ishqiboz akamiz chiqib, ikkita qo'ying yoqdi uka, Toshkentdanman deysa ham chiqarib beraverasizmi? Ha, chiqarib beramiz. O'ylanmay telefon qilyapsizlar. Xudo xolasa bitta ikkitaga ham akalar o'ylanmay aloqaga chiqarasizlar. Bitta ikkitaga vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastakasi chek akamiz. Aka 24 soat aloqalasiz, xudo xolasa. Aloqadamiz. Mana videoda kamchiliklar bo'lsa, telefon qilsa, xudo xolasa kamchilikni to'ldirib, chiroyli qilib ma'lumotni beramiz. Metrlab o'lchab bersa, hammasini bo'ybasini o'lchab, video qilib beramiz. O'zlariga adini tashlab beraverasiz. Tashlab beraveramiz. Joningiz omon bo'lsin. Allohim aka savdoyingizga baraka bersin. Jonivorlar qaranglar akalar. Mazza qiladigan variantda. Biza kuzatayotgan hamma obunachilarimizga ilohim akalar mana shunday qo'ylarni boqish ilohim nasib qilsin akalar. Mana bu jonivorlar qaranglar akalar. O'ta ko'p o'xshaydi. Soni 34 bosh, xohlasa. Endi aka hamma narsa narxi bilan go'zal, narxi bilan shirin bo'ladi aka. Xudo xolasa aytdim-ku, narxini chiroyli qilib yo'lda qilib beramiz. O'g'il odam ham umuman afsuslanmaydigan narx bo'ladi. Jonivorlar Imkoni qaranglar. bor odam bo'lsa Yusufxon tepasiga kelib ko'rib tanlab olsin. Yo'q, imkonim yo'q ekan, menga shunaqasini video qilib ber desa, shular video qilib, chiroyli qilib ma'lumotni beramiz. Har bittasini qaysidir bittasi yoqib qolsa akalar rasmini olib tashlasalaring, adden o'shani o'zini olib chiqib beramiz, ha. Endi hozir qish kunida ko'pchilik bekarchilikda hozir. To'ppa-to'g'ri. Tanlab olishgani yetmaydi. to'ppa-to'g'ri ko'rib ko'zlarida Tepasiga kelsa ham, uka qo'ying kichkinaydigan qo'ymas. Xudo xolasa. Qo'ylar yaxshi. Narximizga arziydi, xudo xolasa. Xudo xolasa qo'yilayotgan narxga inshaalloh arziydi. Jonivorlarni yana bir qator ko'ringlar akalar. Xudo xolasa tavsiya qiladigan variantidan jonivorlar. Qurbonlikqa yoki zot olishga ham bor akalar. Zot olishga ham bir 10-15 tacha bor ekan, xudo xolasa. Zot olishga ham, qurbonlikqa boqsalaring ham, xudo xolasa. Hamma yo'nalishga tushunadi. Go'sht yo'nalishiga boqaman desam, go'sht yo'nalishiga ham tushunadi. Zot yo'nalishiga ham tushadigan bor, ha? 15 ta ko'rdim aka ichida men. 15 ta bor ekan. Zot yo'nalishiga boqadigan akalarimiz ham. Jonivorni qaranglar akalar ketishini. Inshaalloh akalar. Xudo xolasa, akalar aloqaga chiqarasizlar, videodagi xato kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Kommentariyada qaydan kuzatyapsiz akalar? Bittadan yozib ketsalaring, xudo xolasa akalar, bittadan like bosib eslatishman. Endi aka bularni endi narxini ayting. Narxini oldi qo'shib qo'yinglar, buni 5,5, 53 emas. Aha. Shundan topib 5 milliondan berasiz Yusufxon. 5 million so'm. 5 million so'm. Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa akalar 5 million so'mdan. Xudo 5 xolasa. million so'mdan telefon qilishsa, chiroyli qilib kami bor. Chiroyli qilib kami bor, xudo xolasa. Beramiz. Jonivorlarga qaranglar akalar. Jonivorlar o'ta yuvosh ekan-da akalar. Hoji buvamiz pensiyani to'plab turgan pullarga ham bitta ikkita olaverasiz hoji buva, hojijonolar. Xudo xolasa aka-ukalarga ham tavsiya beriladi. Mana jonivorlarga qaranglar, bu qator. Jonivorlarga qaranglar. O'ta yuvosh, odamdan qo'rqmaydigan variant. Endi aka, yana o'tib berasizmi bularni? Ha, kami bor, o'tib beramiz. Menga ham o'tib berasiz, meni kanalimda ko'rib chiqib. Chiroyli kamini qilib beramiz. Nech pul o'tib berasiz aka?
Keyin qo'lni bering. O'zi ishonavering, qo'ygan narximga 5 millionga arziydi mana. Arziydi. Kanalimiz uchun mana boshida aytdik-ku. Bugun kanalimiz rivoji uchun narxini arzon qilamizmi? 100 ming degan uyoldi mana 200 ming kam bo'ldi. 48 dan. Barakasini bersin. 4 million 800 ming so'mdan hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa 4 million 800 mingdan aloqaga chiqarsizlar. Endi bitta ikkitaga plyus bor-da endi, aka. Bitta ikkitaga plyus bormi? Mana shularni ham bir qator tushuntirib aytib ketsangiz, aka. Shunda 5 tami, 2 tami haydab chiqara olaman desa, optim narxida. Optim narxida. Ushlab tanlasa, amatchi kelishamiz. Nimaga hozir ushlagan qo'ylar 70 kilolik qo'yladimi? Shunda kiloga ham ursa u 54, 5 million 600 ming so'm bo'ladi. To'pato'g'ri 5 million 600 ming so'm bo'ladi. Bunaqa tanlasa endi 5 million 600 emas, lekin unaqa emas. Telefon qilishaversin, xudo xohlasa chiqaylik. Kelib ko'rib olishsa, 5 ta 4 tasini shunday o'zlari qo'lidan chiqarib olishsa, oyog'idan tortmay. 5 ta shunday haydab chiqarsin, bo'ldi, optim narxida. 4 million 800 ming so'mdan. 4 million 800 ming so'm. 4 million 800 ming so'mdan akalar. Kelib ko'rib olsalaring ham. Endi omadlar, balki o'sha qo'ylar chiqib qoladi, 70 kilolik qo'ylar chiqib ketadi. Shu mashhurlarga qamayiladi, xudo xolasa kelib. Haydaymiz. Akalar tavsiya, telefon qilsa ham shunday haydab chiqarib beramiz. O'sha o'tib turish. Qaysi biri o'tsa ham. qaysi biri o'tsa ham 4 million 800 ichidan ketaveradi. 100 ming so'mdan ketdi. Mana akalar, xudo xolasa Qo'chqor so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Akalar, Qo'chqor sog'liqli narsalar ham arzon bo'lib ketyapti akalar. Tavsiya qilamiz, boqib qurbonlikqa boqadigan aka-ukalarimizga ham tavsiya beramiz. 4 million 800 ming so'mdan buni bir yerga olsa aka, dastlabki qayergacha? Dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga qilib beramiz. Hammasini olsa. 12 ta viloyat. Ha, 12 ta. Yarimini bo'lib jo'natib yubordi-chi? Samarqandgacha jo'natib beramiz. Samarqandgacha. Besplatni aytib boradi. Besplatni aytib boradi. Yarimini bo'lib olsalaring ham akalar, Samarqandgacha dastavkasi bor ekan. Xudo xolasa dastavkadan muammo yo'q ekan akamizda, xudo xolasa. Alloh omadlarini bersin. O'rtancha qo'yam mana shu. 5 millionga donalabga bozordan olisha olmaydi mana shu. To'pato'g'ri bozorga 5 million so'mdan berib qo'ymayapti dehqon akalarim. Akamiz qanday bunaqa arzon narxlarda olyapti? Unisi bizga qarang'i akalar. Shunday ozgina tirchilik yutib. Endi o dunyo qo'yadigan mahal emas hozir. Ozgina foyda qilsa bo'ldi. Bizniki ham tirchilik. Endi boqqa odamniki ham tirchilik. Buni olib bir 4-5 oy boqib o'zini puliga sotmasin. Dehqonni ham o'ylash kerak. O'g'il odam ham. Sizdan olgan odam ham baraka topsin ha aka. Pulni endi sal o'stiray deb oladi. Buni yaxshi niyatda. To'pato'g'ri. Xudo xolasa olsin, mana maza qilib boqsin. Akamizdan tavsiyalarni zo'ri bo'lyapti akalar. Maqsad sizlarga qo'ylarni o'tkazish emas. Sizlar akamizni qo'ylarni olgandan keyin ozginadan Alloh bergan rizqini baraka topinglar deb narxlarni imkon qadar arzonlashtirishga harakat qilyapti akalar. Akamizda akalar qo'llab-quvvatlab otangga rahmat deb turinglar. Keyingi videolarda yanada narxlarni arzonlashtirishga harakat qilamiz aka. Telefon qilsa, bular ham chiroyli qilib ma'lumotini yana aytdim-ku, ma'lumoti kam bo'lsa telefon qilsin. Narxi ham yoqmayaptimi? Ikkilanmay telefon qilsin. Xudo xolasa aytgan narximizdan kami bor. Aytgan narxingizdan xayr sunnatiga ham o'tib beradi. Ha, xayr sunnatiga o'tadi. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 800 ming so'mdan akalar telefon qilib aloqaga chiqarasizlar, yanada kami bor deyaptilar akamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar akalar, biz keyingi partiyamizni boshlaymiz. Bismillah. Akalar, ikkinchi partiyamizni ham boshlab oldik. Akramjon aka, buni ma'lumotini aytib o'ting bularni. Soni 10 dona. Soni 10 dona. Aha. Birinchi partiya she'rlari ozgina ta'tilni ishga berib bo'lmadi. So'ngra mana qo'yyapmiz. Xudo xolasa narxini chiroyli qilib arzon qilib beramiz. Ulardan qaraganda ancha arzon bo'ladi. Ancha arzon qiladi. Joningiz omon bo'lsin. Shular partiyasida bular ham yemigan, badani semiz. Badani semiz. To'ydan keyin shuni bitta mashinga solishadi. Chiroyli bo'lib qoladi. Joningiz omon bo'lsin. Jonivorlar qaranglar. Soni 10 bosh. Yebichalar sinovdan o'tganmi aka bularni? Yebichalar sinovdan o'tgan. Xudo xolasa akalar. Buni yengilroq qo'shqor kerak degan aka-ukalarimizga mana va xudo xolasa tavsiya, xudo xolasa hozir akamiz bilan narxlarni kelishamiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib. Ko'rib akalar ko'z qo'naydigan variantida xudo xolasa. Mana akalar, meslarni o'ylagan, badani ham semiz ekan. Semiz badan. Jonivor. Aslanlar birga yemaydigan qo'ylar. Bular bilan birga yeb yurgan qo'ylar, xudo xolasa. Ana so'z qo'ylar. O'ta chanslarda. Bular o'ta chansagan. Jonivorlar. Yebichalarni sinovdan o'tgan. Necha kun garantiya beramiz endi aka mana? Bir hafta 10 kun uylariga borgandan keyin. Behijolasini so'ra. Agar yem, pashah yemasa shunda qaytarib berishaveradi.
Shuni qaytarib yuborishadi. Ha, yemga o'rgatib boshqa qilay yo'q. Yemini yeb turgan qo'ylar. Yemini yeb turgan qo'ylardan. Yemga tayyor ekan-da, aka bola. Ha, yemini yeb. Xudo xolasa o'ylanmay berishaveradi. Ha. O'ylanmay bunga 100 gramdan o'rgatib yo'q. Bu yarim kilodan ko'pchilik. Yarim kilodan ko'taraveradi qo'ylar, ha. Yosh oyliklari qanaqa ekan? Narigi partiyamizda ham esdan chiqib qolibdi aytish. Yosh oyligi 11-12 oylik atrofida. U 12-11 oylik atrofida. Narigilardagi ham shunaqa. Narigilarga ham shunaqa birinchi. Birinchi partiyadagilar ham akalar yosh oyliklarini aytish esdan chiqib qolibdi akalar. Ikkinchi partiya bilan birinchi partiyani yosh oyliklari bir xil ekan. 11-12 oylik atrofida shakka bo'ladigan variantlar. Buni dastavkasini qayergacha qilamiz aka? O'rtasini oldim desa buni Samarqandgacha beramiz. 5 tani oldim desa Toshkentgacha. 5 tasini olib Bittaga bo'ylashmasin, vodiy bo'ylab qilib beramiz. bitta ikkitaga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 10 tasini bitta olgan aka ukamizga Samarqandgacha dastavkasi ichida ekan. Bo'ylarni ham o'lchab ketamizmi bir ikkitasini? O'ta sho'x ekan aka bular, ha? Narigilarga qaraganda. Bitta kichkina, bitta katta deganda, ha aka. Mana akalar, 75 pul. Mana. 80 plus akalar. 75 dan 80 gacha o'lchaveramiz. 75 dan 80 orasigacha olishaveradi. O'ylanma. Akalar mana bitta kichkina, bitta kattarog'ini razmerini ko'rsatib ekan. Kimga ma'qul kelsa, qaysi bir qo'yimiz akalar. Kimdadir akalar imkoniyat bitta. Kimdadir 1000 ta. Ilohim akalar, hammamizda imkoniyat 1000 ta bo'lsin. 1000 ta, 2000 talab bosh shunaqa qo'ylarni boqish Ilohim nasib qilsin. Endi aka bir qator endi narxlari endi qiziqda bizga. Narigilardan arzon bo'ladi deb qo'ydingiz. Sichqon tochkani aytib qo'yaylikmi? Bitta so'ramaydi ekan qilib ayting. Mana 48, 47 emas. 4 million 500 mingni olsin. Baraka. Alloh barakasini bersin. 4 million 500 ming so'mni. Xo'jalsa yana ozmoz xayrini qilib beramiz. Xayr sunnatiga yana o'tib berasiz. Ha, 30 so'm bilan bir nima o'tib beramiz. Hammasidan emas. Bitta ikkitaga plyus minuslar bormi bulardi? Ha, bitta ikkitaga ozmoz. 100 ming 200 ming nari ber. 100 ming 200 ming nari ber. Nari ber deysan, minusi ham bor, plusi ham bor. Minisi ham bor ekan akalar, plyusi ham bor ekan. 4,5 million so'mdan akalar. Yemga tayyor. Yarim kilo yemni ham ko'taradi. 5 oydan burun yem yeb turgan qo'ylarni deyaptilar akamiz. Xudo aloqaga chiqarasizlar akalar. Videosi ham akamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha optimchilar, arzonchilar yig'ilgan Saloy qishlog'ida Akramjon akamizni qo'y firmalarida bo'ldik. Akalar tanigan aka-ukalarimiz bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yishaveradi. Xudo xolasa keyingi videolarda aka yanada narxlarni arzonlashtirishga harakat qilamiz a. Arzon narxga xalqimizga yetkazaveramiz. Ey joningiz omon. Akalar otangga rahmat deb qo'yinglar. Xudo xolasa qo'ylarning narxlari ancha bozordagiga qaraganda 300 ming 400 ming arzon bo'ldi akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Allohga omonat sizlar.